Allohning rasuli shunday dedilar: "Ey mu'minlar, men sizlarga ikki narsa qoldirmoqdaman. Agar ularni mahkam tutsangiz, hech qachon yo'lingizdan adashmaysiz. Bular Allohning muqaddas kitobi Qur'on va uning payg'ambarining sunnatidir." So'ng u zot sahobalarga bir savol berdilar. Ey odamlar, sizlardan men haqimni so'raydilar. O'shanda nima deysizlar? Guvohlik beramizki, siz dinni yetkazdingiz, vazifangizni ado etdingiz va bizga nasihat qildingiz. Buni eshitib, Rasululloh alayhissalom ko'rsatkich barmoqlarini osmonga ko'tardilar va aytdilar: Allohim, o'zing guvoh bo'l, Allohim, o'zing guvoh bo'l, Allohim, o'zing guvoh bo'l. Oradan 14 asr o'tganiga qaramay, guvohligimiz hali ham qabul bo'lsa, biz ham guvohlik beramizki, vazifangizni ado etdingiz, ey Allohning rasuli. Shom tushib qolgan edi. Oqshom yaqinlashmoqda. Rasululloh alayhissalatu vassalom o'zlarining qasvo tuyalarida edilar. Birdan Rasululloh alayhissalom chehralari o'zgardi va peshonalaridan ter tusha boshladi. Sahobalar u zotga vahiy tushayotganini tushundilar. Birozdan so'ng bu holat tugagach, payg'ambarimiz alayhissalom hozirgina nozil bo'lgan oyatni o'qidilar.